Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli parvoz aka ukalar, bizni yaqindan yoki uzoqdan kuzatib borayotgan qadrbaland qadrdonlar. Bugun sizlar uchun yana mana uyimizdan qisqacha obzor qilamiz. Video qo'ymay qo'yganimiz ham, uzilishlarimiz ham ancha bo'ldi. Kecha video qo'ydik, prosmotrlarni yaxshi chiqmabdi. Bugun sizlar bilan atı shu yaxshi suhbatlashib, chiroyli video obzor qilishga harakat qilamiz. Sizlar bo'lsa like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar aka ukalar. Bunday bo'lsa biz bu videoni boshladik. Birinchi mashq katayimizdan boshlaymiz aka ukalar. Mana bu aka ukalar o'sha bardovoy xo'rozimiz mana. Juda go'zal holatda aka ukalar mana. Bunisi mana qora toyimiz mana. Bunisi aka ukalar mana olachamiz aka ukalar. Hozir tashqarida ko'ktoy yuribdi, ko'ktoy. Chigal yozdi. Bardovoyni sheriga aka ukalar mana. Bularga dom beramiz. Ana aka ukalar. Sharalashma donimiz mana. O'lchovda bor. Mashinchadan beriladi mana. Mana aka ukalar, hammasiga berib qo'ydik, taqsimlab. Yeyapti hammasi. Makkalar mana o'lim zapasi qo'yilgan mana. Bordonlarga solib qo'yilgan. Mana ham 3-4 qop makka bor. Shunday qilib baqilyapti aka ukalar. Hozir tashqarida yurgan tog'larni ko'rsataman aka ukalar. Sizlar ungacha like bosib turinglar. Ketdik. Mana aka ukalar, makkalarimiz. Bunisi Anjandan Bog'shamondan kelgan makonimiz. Farruh aka degan odamlar. Bunisi ko'kayam makonimiz mana. Narigisi. Bunisi Parvoz tog'amiz deb chiqaryapmiz, o'sha tog'dan kelgan makonimiz mana. Qorda ham yurib tog'larimiz aka ukalar mana. Mana. Ular kichkina shu makonlarimiz, qoralar, o'nonisi. O'zimiz qo'shni qishloqdan kelgan makonimiz, o'nonisi. Sariq. Mana aka ukalar, o'sha ko'ktoyimiz mana, ko'ktoy xo'rozimiz. Mana loy kechalab yurishibdi mana hammasi. Joy kamligi uchun mana tashqari qo'yib beryapmiz-da, boshqa imkon yo'q aka ukalar. Loyda oyog'i sholib qoladi, nima bo'lib qoladi deganlar. Boshqa imkon yo'q. Loyda unaqa bo'lmaydi kelgan aka ukalar. Shuncha yildan beri boqib kelamiz mana xo'rozlar. Qishda ham, sovuqda ham qo'yib beriladi. Yurishibdi aka ukalar mana. Xohlasa uyaltiradigan zotlar chiqqan yo'q bizga. Loyda yurish bilan urishib yutyapti xo'rozlarimiz. Aka ukalar. Loyda yurib qo'yib olmaydi endi aka ukalar, to'g'rimi? Loyda yursa to'g'ri, hamma xo'roz urishmaydi. Loyda yurgandan keyin teka-teka qamab, issiqda toblab, go'shtlarni berib, silab, siypalab urishtiradigan odam shu loydanlar tashlab urishtirmaydi o'zi. Haqiqiy parvozlar biladi buni. Ming zoti zo'r bo'lsa ham baqilmagan xo'roz, qaralmagan xo'roz urishmaydi. Uni hamma biladi. Mana shu parvozlar ko'rayotganlar, biz ko'rayotganlar. Hamma bunday toblab qarab keyin o'yinga chiqishadi. Aka ukalar, yana bitta yangilik bor. Mana shu bizdan chiqqan bir olachani ukasi deb chiqaryaptik. Eslasanglar, u eski paytlarda chiqarganmiz. Olacha bilan bir xil, kichkinasi bor, sotilib ketdi. Shu xo'rozimiz bitta yutib, bitta necha bo'ldi. Keyin sotib o'tgan birovga Qorasuvlikka. Shu akamiz yana bitta o'ynab 2,5 million yutib oldi aka ukalar. Shunaqa gaplar aka ukalar. Xudo xolasa xo'rozlarimiz sotyapmiz. Xudo
Xohlasa hali ishcham yutkazib qo'ydi degan gaplar eshitganimiz yo'q. Aka ukalar mana. Hozir aka ukalar bularni bitta joyga to'plab dom beramiz. Tiniq hammasi bitta joyga keladi. Yaxshi video olamiz hozir aka ukalar. Ma. Mana aka ukalar tog'larimiz kelyapti, hozir dom beramiz eshitgan. Panaroqqa ham beryapmiz hozir. Ma. Panaroqlarga sachib bersak, yeb olishadi. Kelishaverman. Ma. Mana qora xo'rozimiz akalar, kichkina qora xo'rozimiz. Mana ko'ktoy. Ma. Aka ukalar, bo'lmasa videomizni shu yerda yakunlaymiz. Sizlar bo'lsa maksimalniy podpishka qilgan holda videomizga like, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Qolaversa yana bitta kanallarimiz bor mana. Ularda ham mana videomizni tagiga ulab qo'yaman. Bemalol ularga ham obuna bo'lib qolasizlar. Ularga hozircha video qo'ymayapman. Obunachilarimiz soni sal ko'payib olgandan keyin ularga yaxshi videolar qo'shishga harakat qilaman aka ukalar. Sizlardan faqatgina maksimalniy podpishka kutib qolaman. Izohlarda xato va kamchiliklar bo'lsa, izohlarda yozib qo'llab-quvvatlab kela olasizlar aka ukalar. Telegram kanallarimizga o'tib obuna qo'yinglar aka ukalar. Telegram kanalimizga urushlarni qo'yib boramiz. Hozircha janglar videolari yo'q. Xudo xolisa janglar videolar chiqishiga Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman aka ukalar. Sizlar bo'lsa u yerdan o'tib obuna qo'ysizlar. Birinchi bo'lib sizlarga videomiz yetib boradi. Maza qilib hordiq chiqarib ko'ra olasizlar. Aka ukalar, bo'lsa xayrlashamiz. Sog' salomat bo'lishni unutmanglar. Ko'rishguncha o'zingizlar asranglar. Hali sizlar bizlarning ko'p videolarimizni ko'rishinglar kerak. Like bosishinglar kerak. Obuna qo'yishinglar kerak. Ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.